mana Qiziltog' tarafga burilganda soydan oldin, ko'prikdan o'tmasdan Abdurashid hoji dachasini oldida mana xonadon. Hozir sizlarga mana ichkaridagi sharoitlar bilan tanishtirib o'taman. Mana Qiziltog'da oldida xonadonlardan biri. Bu yerda ham nihoyatda sharoitlari zo'r, manzarali joyda joylashgan. Besh kishilik xona, dush xonasi bilan. Mana shu xona, mana hojatxonasi to'g'rida mana 450 ming so'm bir kuniga. Bu ham mana 6 kishilik xona, dush xonalari bilan hojatxonasi mana tashqarida. Hop, kishi boshiga 100 mingdan 600 ming so'm mana shu xona. Bu esa mana 6 kishilik xona. Bu ham sanuzellari ichida mana dushxona, hojatxona, issiq suvlari bilan. $600 ming so'm. Alohida o'tirib dam oladigan joylar bor. Tashqarida mana so'rilari bilan. Mana bunday qilsiz. Buyurtma berish uchun yuqoridagi telefon raqamiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu yerda 4 kishilik mana sanuzellar bilan. Bu yerda mana ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Tashqarida mana hayvonchalar bilan, so'richalar bilan. Demak, mana shu xonaga kelgan mehmonlarga mana shu xona sanuzelli xona 500 ming so'm. 5 kishi qolsa ham bo'laveradi. Mana bitta alohida netda ham divanlar bor. Mana har bitta xonaga bittadan shunaqa tapchan so'rilar berishadi. Bu tarafda mana ovqat qilishga mana joylar. Mana idish tovolargacha bor. Eng zo'r joyda joylashgan.